Assalomu alaykum qadrli ustozlar. Demak, bugun sizlar bilan CSB vazifalari berilganda shu vazifalarni baholarini qo'yib jurnalni yopishni o'rganamiz. Demak, kechagi kunda bizda 9-sinflar uchun CSB jurnalda ochilgandi, yaratilgandi va bugun shu CSBni baholarini qo'yishni o'rganamiz. Demak, uning uchun jurnalga kirib olamiz. Kirib oldik. Mana kechagi kunimizda biz CSB uchun alohida ustuni ochdik. Xo'p, savollarni yuklab berdik va natijani oldik. Xo'p, endi birinchi qiladigan ishimiz, demak, uy vazifani belgilab chiqishimiz kerak. Xo'p, buning uchun qizil nuqtani oldida, demak, shu sanani tanlaymiz. Mana ya'ni uy vazifasi bo'limiga o'tamiz va maqomni bosamiz. Maqom bosildi, yaxshi bo'ldi. Hech qanday baho qo'yilmaydi uy vazifaga. Demak, yana yuqori qismidan ikkinchi dars bugun informatika so'zini tanlaymiz. Xo'p, mana bizda uy vazifasi belgilandi va maqom berildi. Undan keyin fan jurnaliga o'tamiz. Xo'p, mana endi o'quvchilarga baho qo'yib chiqamiz. Demak, baholarni qo'yishni boshlaymiz. Demak, birinchi o'quvchimiz CSB vazifalarini bajarib, birinchi o'quvimiz bizada to'plagan ballini yaxlitlab qo'yamiz. Demak, bizda 35. Hop. Demak, mana o'quvchilarning baholarini to'plagan ballarni qo'yib oldik. CSBdan, ya'ni o'quvchilar tomonidan CSB vazifasini bajarib, mana baholarni qo'yib oldik. Mana endi jurnalimizni yopamiz. Uning uchun biz, demak, mana dars jarayoniga hech qanaqa baho qo'yilmaydi, mana bo'sh qoladi.
Endi dars jarayoniga dars o'tildi belgisini qo'yamiz. Uning uchun yana jurnal, ya'ni qizil nuqtani oldidagi sanani tanlaymiz va dars o'tildi joyiga ptichka qo'yamiz. Mana bizda demak ptichka qo'yildi. Yana fan jurnaliga qaytamiz. Mana bizda demak CSB baholari qo'yildi va jurnalimiz yopildi. Qizil belgi yo'qoldi. Demak, xuddi shu tartibda CSB baholari qo'yib boriladi. Va mana bizda umumiy yig'ilgan ballar ko'rsatiladi. Ya'ni BSB 50 balda yiqqan bali, 40 balda olgan bali va formativ baholar, ya'ni o'qituvchi tomonidan qo'yilgan baho va jami yig'ilgan bahosi. Demak, o'quvchining bahosi bizda jami ko'rsatib qo'yilgan va tavsiya etiladigan baho. Ya'ni 4 bahoga tavsiya etilyapti o'quvchimiz. Xuddi shunaqa barcha o'quvchilarda mana baho ko'rinadi. Demak, xuddi shu tartibda CSB baholar qo'yiladi va yakuniy baho chiqariladi chorak uchun. Xo'p, CSB baholar qo'yildi. Hammaga tushunarli bo'ldi deb hisoblayman. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.